Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun men sizga o'ta muhim, hayotiy ahamiyatga ega bir ma'lumotni yetkazish uchun ekranlaringiz qarshisidaman. Bu ma'lumot ko'pchiligingizning kelajagingizga, aniqrog'i, pensiyangiz miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Agar siz pensiyangizni sezilarli darajada oshirishni istasangiz, men aytadigan ishni bir maygacha zudlik bilan amalga oshirishingiz shart. Bu shunchaki bir tavsiya emas, balki qonuniy imkoniyatdan foydalanish uchun so'nggi chaqiriqdir. Shu sababli iltimos, diqqat bilan tinglang. Bu videoni oxirigacha ko'ring va hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosing. Bu ma'lumot ko'proq odamlarga yetib borishi juda muhim. Muammoning mohiyati, pensiya hisoblashning eski va yangi tartiblari. Avvallari pensiyani hisoblash tartibi ancha sodda edi. Asosiy e'tibor odatda ish stajining umumiy davomiyligi va oxirgi 10 yillikdagi ma'lum bir muddatdagi o'rtacha ish haqiga qaratilar edi. Ko'pincha pensiya yoshiga yetgan fuqarolar ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalarni o'z ish joylaridan olib, pensiya jamg'armasiga topshirishar edi. Agar ularning barcha ish staji davomidagi ma'lumotlar tartibli bo'lsa, pensiya o'rtacha ko'rsatkichlar asosida hisoblanardi. Biroq bu tizimda ba'zi kamchiliklar mavjud edi. Misol uchun, ko'pchilik fuqarolar o'z hayotining ma'lum bir davrida juda yuqori maosh olgan bo'lishi mumkin. Lekin pensiyaga chiqish arafasida ularning ish haqi turli sabablarga ko'ra, masalan, lavozimini o'zgartirganligi, sog'ligi yomonlashganligi yoki shaxsiy korxonasini yopganligi tufayli pasaygan bo'lardi. Bunday holatlarda pensiya aynan shu pastroq ish haqi asosida hisoblanib, odam o'zining faol hayotida topgan yuqori daromadlardan kelib chiqadigan munosib pensiyadan mahrum bo'lishi mumkin edi. Ammo bugungi kunda vaziyat sezilarli darajada o'zgardi. Hukumat tomonidan qabul qilingan so'nggi qonunchilik hujjatlariga asosan, pensiya hisoblashda eng muhim ko'rsatkichlardan biri bo'lgan o'rtacha oylik ish haqini aniqlash tartibiga jiddiy o'zgartirishlar kiritildi. Endi siz nafaqat oxirgi ish joyingizdagi yoki oxirgi 10 yillikdagi maoshingizni, balki butun ish stajingiz davomidagi eng yuqori daromad olgan 5 yilni tanlab, ushbu davrdagi ish haqingizni hisobga olish imkoniyatiga egasiz. Bu juda katta imkoniyat, chunki u sizga o'z pensiyangizni shaxsiy mehnat faoliyatingizdagi eng serdaromad davrlarga asoslanib oshirishga yo'l ochadi. Lekin bu imkoniyatdan foydalanish uchun sizdan ma'lum harakatlar talab qilinadi va aynan shu yerda bir may muddati muhim rol o'ynaydi. Bu muddat, bu yangi imkoniyatlardan foydalanish, eski ma'lumotlarni yangilash yoki kamchiliklarni bartaraf etish uchun sizga berilgan oxirgi muddat bo'lishi mumkin. Aks holda, keyinchalik bu imkoniyatlar to'rayishi yoki umuman bekor bo'lishi ehtimoli bor. Batafsil tushuntirish, nimani bilish kerak, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar tashvishlanmasligi mumkin pensiyani hisoblashda o'rtacha oylik ish haqini aniqlash, umuman olganda, eng murakkab va ayni paytda eng muhim jarayonlardan biridir. Pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiluvchi bu ko'rsatkich qanchalik yuqori bo'lsa, pensiyangiz ham shunchalik yuqori bo'ladi. Endi siz butun ish faoliyatingiz davomidagi eng yuqori daromad olgan istalgan 5 yilni tanlashingiz mumkin. Bu, masalan, yoshlik davringizda, kuchga to'lgan paytingizda yuqori lavozimlarda ishlagan yoki muvaffaqiyatli xususiy faoliyat yuritgan bo'lsangiz, aynan o'sha davrlardagi maoshlaringizni hisobga olish imkoniyatini beradi. Kimlar bu masala bo'yicha jiddiy tashvishlanish kerak? Bir pensiyasi minimal ish haqi asosida yoki eskirgan ma'lumotlar bo'yicha hisoblangan fuqarolar. Ko'pincha ish beruvchilar pensiya jamg'armasiga to'liq va aniq ma'lumotlarni taqdim etmagan bo'lishi mumkin. Yoki sizning shaxsiy ma'lumotlaringizda xatolar bo'lgan bo'lishi ehtimoli bor. Bu holatda sizning haqiqiy ish haqingiz minimal darajada aks etgan bo'lib, pensiya ham shu asosda belgilangan bo'ladi. Ikki rasmiy ravishda, ammo past maosh bilan ishlagan, biroq aslida yuqori daromad olgan fuqarolar. Masalan, xususiy korxonalarda ishlaganlar yoki kichik biznes egalari, ularning ish beruvchilari soliqlardan qochish maqsadida ish haqini rasman kam ko'rsatgan bo'lishlari mumkin. Ammo sizda bank orqali o'tkazilgan ish haqi, mukofotlar, shaxsiy shartnomalar yoki boshqa hujjatlar mavjud bo'lsa, bu sizning haqiqiy daromadingizni isbotlash uchun imkoniyat yaratadi. 3 yuqori daromad olgan, ammo ma'lumotnomalari yo'qolgan yoki to'liq bo'lmagan fuqarolar. Agar siz yillar davomida juda yaxshi maosh olgan bo'lsangiz, ammo aynan o'sha davrlarga oid ish haqi ma'lumotnomalaringizni topa olmasangiz yoki korxona tugatilgan bo'lsa, bu holatda ham tashvishlanishingiz kerak. Bir maygacha sizga bu hujjatlarni tiklash yoki muqobil yo'llar bilan isbotlash uchun vaqt beriladi.
4 ish joyini tez-tez o'zgartirganlar. Har bir ish joyidan ma'lumotlar pensiya jamg'armasiga alohida taqdim etilganligi sababli ayrim joylardagi ma'lumotlar yetarli darajada aniq bo'lmasligi mumkin. Sizga barcha ish joylaringizdagi eng yuqori maosh olgan davrlarni tanlab, ularni qayta hisoblatish imkoniyati beriladi. 5. Bir necha yil oldin pensiyaga chiqqan, ammo pensiyasi optimal hisoblanmagan fuqarolar. Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz va o'sha paytda bu yangi qoida mavjud bo'lmagan bo'lsa, hozir sizga pensiyangizni qayta hisoblatish imkoniyati beriladi. Kimlar tashvishlanmasligi mumkin? 1. Doimiy ravishda davlat tashkilotlarida ishlagan va busholarda barcha ma'lumotlari elektron bazada yoki to'liq hujjatli shaklda mavjud bo'lgan fuqarolar. Ularning ish staji va ish haqi ma'lumotlari odatda pensiya jamg'armasiga muntazam va to'liq ravishda taqdim etilgan bo'ladi. 2. Pensiyasi yaqinda hisoblangan va barcha hujjatlarni to'liq taqdim etib, pensiyasi allaqachon maksimal darajada optimal hisoblanganlar. Agar siz pensiyaga chiqqaningizda eng yuqori daromadli davrlaringizni ko'rsatgan bo'lsangiz, ehtimol sizga qo'shimcha harakat qilish shart emasdir. Lekin shunga qaramay, har ehtimolga qarshi pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, aniqlik kiritish ortiqchalik qilmaydi. Endi esa bir nechta aniq hayotiy misollarga o'taylik. Misol 1. Ahmadjon aka. Ahmadjon aka 30 yildan ortiq muddat davlat tashkilotida muhandis bo'lib ishlagan. Uning pensiyasi 2018 yilda hisoblangan. O'sha paytda uning oxirgi 5 yildagi o'rtacha ish haqi hisobga olingan bo'lib, bu davrda u yoshi o'tib, sog'ligi sababli biroz pastroq lavozimda ishlagan va maoshi ham tegishlicha kamroq bo'lgan. Misol uchun, so'nggi 5 yillikdagi o'rtacha oylik maoshi 2 million so'm bo'lgan va unga shunga mos ravishda 1 million 200 ming so'm pensiya tayinlangan. Biroq Ahmadjon aka 1995 yildan 2000 yilgacha bo'lgan davrda, yoshligi va kuchga to'lgan payti, juda mas'uliyatli va daromadli loyihalar ustida ishlagan, shuningdek, qo'shimcha ishlar ham qilgan. O'sha paytdagi uning o'rtacha oylik daromadi, misol uchun, hozirgi qiymatda 5 million so'mga teng bo'lishi mumkin edi. O'sha davrdagi summani inflyatsiya koeffitsiyentlari orqali hozirgi kungacha indeksatsiyalashtirilgan holda. Agar Ahmadjon aka o'sha 5 yillik davrdagi ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalarni bir maygacha pensiya jamg'armasiga taqdim eta olsa, uning pensiyasi sezilarli darajada oshadi. Misol uchun, agar yangi hisob-kitob 5 million so'm o'rtacha oylik ish haqi asosida amalga oshirilsa, uning pensiyasi 2 million 500 ming so'mga yetishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, bu deyarli 2 baravar ko'proq. Misol 2. Gulnora opa. Gulnora opa 20 yildan ziyodroq vaqt davomida xususiy korxonalarda hisobchi bo'lib ishlagan. Afsuski, u ishlagan ba'zi korxonalar soliqdan qochish maqsadida xodimlarning ish haqini rasman kam ko'rsatgan. Gulnora opaning ish daftarida ish staji bor, ammo ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalarda u olgan haqiqiy maoshdan ancha kam summalar ko'rsatilgan. Masalan, u bir oyda 3 million so'm maosh olgan bo'lsa, rasmiy hujjatlarda 1 million 500 ming so'm ko'rsatilgan. Lekin Gulnora opaning har oylik bank kartasiga tushgan maoshlari to'g'risidagi ko'chirmalar, shuningdek, ish beruvchisi bilan tuzilgan va yuqori maosh ko'rsatilgan shartnoma nusxasi mavjud. U bu hujjatlarni ilgari taqdim etmagan. Endi esa bir maygacha bu hujjatlarni pensiya jamg'armasiga olib borib, o'zining haqiqiy ish haqini isbotlash imkoniyatiga ega. Agar u buni qila olsa, uning pensiyasi ham, masalan, 800 ming so'mdan 1 million 600 ming so'mga yoki undan ham ko'proqqa oshishi mumkin. Misol 3. Farhod. Farhod o'z ish faoliyati davomida ko'p joylarda ishlagan. Ba'zi davrlarda xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanib, rasman minimal to'lovlar qilgan. Ba'zi davrlarda esa xorijiy kompaniyalarda yuqori maoshli mutaxassis bo'lib ishlagan. Uning ish daftarida ba'zi boshliqlar ham bor. Biroq uning eng yuqori daromad olgan davrlari aynan xorijiy kompaniyalardagi ish faoliyati bilan bog'liq bo'lib, o'sha paytda u hozirgi qiymatda 7-8 million so'm oylik maosh olgan. Ammo bu ma'lumotlar pensiya jamg'armasi bazasida to'liq aks etmagan yoki unga oid hujjatlar to'liq bo'lmagan. Hozir u aynan o'sha davrlarga oid ish haqi ma'lumotnomalarini, shartnomalarni va bank o'tkazmalarini yig'ib, pensiya jamg'armasiga taqdim etishi shart. Agar u shunday qilsa, uning pensiyasi, masalan, 1 million so'mdan 3 million so'mga va hatto undan ham ko'proqqa oshishi mumkin.
Bu juda muhim, chunki boshliqlar yoki toliq bo'lmagan ma'lumotlar pensiyani hisoblashda salbiy rol o'ynaydi. Lekin eng yuqori daromadli davrlarni tanlash bu salbiy ta'sirni minimallashtiradi. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar bu jarayonda ba'zi istisnolar va tuzoqlar mavjud bo'lib, ularni bilish sizni ortiqcha ovoragarchiliklardan saqlaydi. Agar ish beruvchi korxona tugatilgan bo'lsa. Bu eng keng tarqalgan muammolardan biri. Agar siz ishlagan korxona endi mavjud bo'lmasa, ish haqi ma'lumotnomalarini qayerdan olish kerak? Bunday holatda siz arxiv muassasalariga murojaat qilishingiz shart. Korxonaning yuridik shakli va tugatilish sanasiga qarab, hujjatlar davlat arxivlariga, viloyat yoki shahar arxivlariga topshirilgan bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda, agar korxona yaqinda tugatilgan bo'lsa, uning vorisi yoki boshqa bog'liq tashkilotlar orqali ham ma'lumot olish mumkin. Ma'lumotnoma berilmagan taqdirda esa sud orqali ushbu faktni tasdiqlash yo'li ham mavjud, biroq bu ancha murakkab va uzoq davom etadigan jarayon. Shuning uchun imkon qadar tezroq arxivlarga murojaat qiling. 2 original hujjatlar yo'qolgan bo'lsa. Ish daftari, shartnomalar, buyruqlar, ma'lumotnomalar, bularning barchasi pensiya hisob-kitobi uchun asos bo'ladi. Agar sizda bu hujjatlarning asl nusxalari yo'qolgan bo'lsa, ularning nusxalarini tiklash yoki arxivlardan dublikatlarni olishga harakat qiling. Bank o'tkazmalari, soliqlarni to'laganlik to'g'risidagi ma'lumotlar va hatto guvohlik ko'rsatmalari ham ayrim hollarda qisman asos bo'lishi mumkin, ammo rasmiy ma'lumotnomalar eng afzalidir. 1 may muddatining ahamiyati. Nega aynan 1 may? Ko'pincha bunday muddatlar hukumatning yangi qarorlari yoki qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishlar bilan bog'liq bo'ladi. Bu sana ma'lum bir imtiyozli davrning yakuni yoki pensiya hisoblashning yangi, balki qat'iyroq qoidalariga o'tishning boshlanishi bo'lishi mumkin. Ya'ni 1 maygacha siz o'zingizning eng yuqori daromadli davrlaringizga oid qo'shimcha hujjatlarni taqdim etish va pensiyangizni hozirgi eng qulay qoidalar asosida qayta hisoblatish uchun so'nggi imkoniyatdan foydalanishingiz mumkin. Bu muddat o'tgandan so'ng, xuddi shu imkoniyat mavjud bo'lmasligi, boshqa cheklovlar paydo bo'lishi yoki jarayon murakkablashishi ehtimoli juda yuqori. Shuning uchun bu muddatni jiddiy qabul qilish va kechiktirmasdan harakat qilish zarur. 4. Noaniq jihat, eng foydali 5 yilni tanlash. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizga eng qaysi davr siz uchun eng foydali bo'lishini tanlashda yordam berishlari kerak. Lekin bu sizning mas'uliyatingiz. Barcha ish staji davomidagi ish haqi ma'lumotlarini to'plash va solishtirish ancha murakkab jarayon bo'lishi mumkin. Sizda bir necha variant bo'lishi mumkin va ularni hisob-kitob qilib ko'rish kerak. Ba'zi fuqarolar, masalan, 1990 yillarning boshlarida yuqori inflyatsiya davrida nominal jihatdan juda katta maosh olgan bo'lishlari mumkin. Bu summalar indeksatsiya qilinishi natijasida hozirgi kunda juda yuqori qiymatga ega bo'ladi. Bu kabi davrlarni e'tibordan chetda qoldirmang. 5 tuzoq, noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan hujjatlar. Agar siz taqdim etgan hujjatlarda xatolar bo'lsa, imzo yoki muhr yetishmasa, yoki ma'lumotnoma belgilangan shaklga mos kelmasa, pensiya jamg'armasi uni qabul qilmasligi mumkin. Bu esa sizning arizangizni ko'rib chiqish muddatini sezilarli darajada uzaytiradi yoki hatto rad etilishiga olib keladi. Har bir hujjatni sinchiklab tekshiring va pensiya jamg'armasidan qanday shaklda bo'lishi kerakligini so'rab oling. 6. Kimlar shoshilmasligi kerak? Yuqorida aytib o'tganimizdek, agar sizning pensiyangiz allaqachon eng yuqori daromadli davringiz asosida hisoblangan bo'lsa va barcha ma'lumotlar elektron bazada to'liq mavjud bo'lsa, sizga shoshilish shart emas. Ammo agar sizda bir oz shubha tugilsa yoki sizning pensiyangiz miqdori siz kutganingizdan pastroq tuyulsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, aniqlik kiritish ortiqchalik qilmaydi. Pensiyaning miqdorini oshirish imkoniyati har bir fuqaroning manfaatlariga javob beradi. Amaliy maslahatlar, nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qism, sizning harakatlar ketma-ketligi. Sizga aniq ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam, barcha mehnat hujjatlaringizni to'plang. Bu ish daftari, mehnat shartnomalari, ishdan bo'shatish va ishga qabul qilish to'g'risidagi buyruqlar, har qanday xizmat ko'rsatish shartnomalari, ish haqi olish to'g'risidagi kvitansiyalar, bank kartasiga tushgan maoshlar haqidagi bank ko'chirmalari va avvalgi ish joylaringizdan olingan ma'lumotnomalar. Bu hujjatlarni bir joyga jamlang va ularni sinchiklab ko'rib chiqing. Sizning ish stajingiz va ish haqingiz to'g'risidagi har qanday ma'lumot muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin.
Ikkinchi qadam, eng yuqori daromad olgan davrlaringizni aniqlang. Barcha hujjatlaringizni ko'rib chiqqach, qaysi yillarda eng yuqori maosh olganingizni aniqlashga harakat qiling. Bu uzluksiz 5 yil bo'lishi shart emas, balki butun ish stajingiz davomidagi eng serdaromad istalgan 5 yil bo'lishi mumkin. Masalan, 1995, 1999 yillar, 2005, 2009 yillar va hokazo. Agar sizning ish haqingiz har xil bo'lgan bo'lsa, bu davrlarni topish biroz vaqt talab qilishi mumkin, lekin bunga sarflangan har bir daqiqa o'zini oqlaydi. Uchinchi qadam, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Oldindan telefon orqali yozilishingiz yoki ish vaqti haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Borib, o'zingizning ahvolingizni tushuntiring. Aynan pensiyangizni qayta hisoblash, ish haqingizni maksimal darajada hisobga olish uchun eng foydali 5 yillik davrdagi ma'lumotlarni taqdim etish istagingizni bildiring. Mutaxassislar sizga maslahat berishlari va qaysi hujjatlar aynan sizning holatingizda zarurligini aytib berishlari kerak. 4. qadam, pensiya ishingizni ko'rib chiqishni so'rang. Pensiya jamg'armasi xodimlaridan sizning shaxsiy pensiya ishingizni ko'rib chiqishni va undagi ma'lumotlar to'liq ekanligini tasdiqlashni so'rang. Ular sizga qaysi davrlardagi ma'lumotlar yetishmayotganini yoki qaysi davrlarda ish haqi past ko'rsatilganini aytishlari mumkin. Bu sizga qaysi davrlar bo'yicha qo'shimcha hujjatlar yig'ish kerakligini aniqlashda yordam beradi. 5. qadam, rasmiy ish haqi ma'lumotnomalarini oling. Aniqlangan eng yuqori daromadli davrlaringiz uchun avvalgi ish joylaringizdan, agar korxonalar mavjud bo'lsa, yoki arxiv muassasalaridan ish haqi to'g'risidagi rasmiy ma'lumotnomalarni ma'lumotnoma ish haqi to'g'risida oling. Bu ma'lumotnomalar pensiya jamg'armasi tomonidan belgilangan shaklda bo'lishi shart. Unda sizning ismingiz, familiyangiz, otangizning ismi, tugilgan sanangiz, ish davri, lavozimingiz va har bir oy uchun olgan ish haqingiz aniq ko'rsatilishi kerak. Shuningdek, ma'lumotnomada korxona rahbari imzosi va muhri bo'lishi shart. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, arxivlardan olingan ma'lumotnomalar ham bir xil yuridik kuchga ega bo'ladi. 6. qadam, hujjatlarni 1 maygacha taqdim eting. Barcha zarur hujjatlarni to'plagach, ularni kechiktirmasdan 1 may muddatiga qadar pensiya jamg'armasiga topshirishingiz shart. Hujjatlarni topshirayotganda ularni qabul qilib olganlik to'g'risida rasmiy tasdiqnoma yoki hujjatlaringizning ro'yxati bilan qabul qilinganligi haqida imzoli va muhrli nusxa olishni unutmang. Bu kelgusida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday muammoning oldini olishga yordam beradi. 7. qadam, natijani kuzatib boring. Hujjatlarni topshirgandan so'ng, pensiya jamg'armasi sizning arizangizni ko'rib chiqishi va qayta hisob-kitob qilish jarayonini boshlashi kerak. Bu jarayon ma'lum vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun muntazam ravishda pensiya jamg'armasi bilan bog'lanib, ishingizning holati haqida ma'lumot olib turing. Xulosa va yakuniy chaqiriq aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek, pensiyangizni oshirish imkoniyati mavjud va bu imkoniyat 1 maygacha sizning qo'lingizda. Bu kichik bir harakat butun umr davomida sizning moddiy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilashga xizmat qiladi. Oz vaqtida harakat qiling, barcha zarur hujjatlarni to'plang va pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Unutmang, sizning pensiyangiz, bu sizning mehnat haqingiz, butun hayotingiz davomida qilgan mashaqqatli mehnatlaringizning mevasi. Uni munosib darajada olishga haqlisiz. Umid qilamanki, ushbu batafsil ma'lumot sizga foydali bo'ldi. Agar savollaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizni baham ko'rmoqchi bo'lsangiz, videoning ostidagi izohlarda yozib qoldiring. Men har bir savolga javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, zero bu sizning ham, boshqa insonlarning ham manfaatlariga xizmat qiladi. Keyingi muhim ma'lumotlargacha xayr.